Assalomu alaykum kanalimiz kuzatib boruvchilari. Texnik ishlarimiz mana katta xonani betonlarni qo'yib oldik, stashkalarini to'plab oldik. Zakotovkamiz xudo xohlasa oz qoldi yana. Xo'p, oshxona. Endi naryoqqa hammomga o'tish iloji yo'q. Betonlar qo'yilgan. Mana tumalarimiz terilib uni. Xo'sh, bu yana pispanyoqamiz. Uni ham qo'yib bo'ldik. Chiroyli qilib. Endi u xonaga navbat keldi. Mana tubalar to'qilgan, quyish jarayoni. Kimga qanaqa xizmat kerak bo'lsa aytasizlar. Mana datchiklar zakazga qarab qo'yib boriladi. Usta, bu datchik nimani vazifasini bajaradi endi? Termostat datchiklarimiz. Mashq kommutani, mashqxonani haroratini Shu o'lchab beradi endi. naryoqdan ochib yopib turadigan datchik mashq bo'ladi. Bu narsamiz borib naryoq quriladi. Kallitraga his qiladigan mashina orqali. Kallitre tomonga ulanadi. 3 mis bo'ladi, xudo xolasa shu misda ichida turadi. Masalan, geometriyalik qilingan. Ichida turgan datchik necha gradus qo'ysangiz shu havoni beton ichidagi issiqlikni shu yoqqa uzatib beradi. Kabel orqali shu. Nechidan nechiga doim ishlaydi endi bu? 30 qo'ysa 30, 40 qo'ysa 40, 20 qo'ysa 20. Necha qo'ysa shu yerda ventil ochib yoboradi. Bularimiz zakazga qarab. Zakaz kerak. Sog' bo'lasizlar, xudo xolasa qo'yib boramiz, nomerlarni yozib qo'yamiz.